Umra safariga juda ham katta chegirma e'lon qilinyapti. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ulgurib qolinglar. 14-Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimiz. Xudo xolasa standart plus sharoitimiz bo'ladi. Ushbu reysimizga joylar soni juda ham kam qolgan. $895 dan juda ham katta chegirma qilganmiz. Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy Centrum Holidays rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan firma orqali mukammal umra qilishlikni siz aziz vatandoshlarimizga taklif va tavsiya qilib qolamiz. Aziz vatandoshlar, aynan mana shu chegirmani videoni boshidan ulashganimiz uchun bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi tilaklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videoni bitta jo'natib qo'yinglar. Bo'lmasam biz sharoitlarimiz to'g'risida ma'lumot berishni boshlaymiz. Madina Munavvarada 200-300 metr, Makka Mukarramada 1,5-1,8 masofadagi gastnitsalar. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Yuqori yillik tajribaga ega bo'lgan 50 boshlarda 14 kun sizlar bilan birgalikda hamrohligi, mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishligi, har bir reysda 50 boshlarimiz birga borib, birga kelishligi. Bundan tashqari ziyoratlar masalasi. Madina Munavvarada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharifga 100% tashriflaringni amalga oshirish albatta bizning zimmamizda. Barcha ziyoratchilarimiz Ravza-i Sharifga tashrif buyurishyapti. Undan tashqari aziz vatandoshlar, yana sizlar uchun Qur'on bosmaxonasiga sayohat. Qur'on bosmaxonasida Saudiya hukumati tomonidan hadiyaga Qur'on kitoblari taqdim etiladi. Undan tashqari Xurmo bog'ida kechki ziyofat va undan tashqari Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Hiro g'ori, Savr g'ori, Jin masjidi shu qatori ziyoratlarni amalga oshirib, Qizil dengiz sayohati hamda takrorlanmas Toif shahriga sayohat, atir zavodiga sayohat, qaytayotganlaringda ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati aziz vatandoshlar, siz yurtdoshlarimiz uchun juda ham chiroyli sharoit, juda ham chiroyli takliflarimiz bo'ladi. Yurtdoshlarimiz aynan mana shu sharoitlarimizga qo'shimchasiga sizlarga aeroportda maxsus bejiklarimiz beriladi. Undan tashqari xuddi shunaqangi Centrum Holidays sumkalari beriladi va undan ham tashqari kamzil bu Centrum Holidays sumkalari beriladi. Va xuddi shunaqangi hojonalarimiz aeroportda, samolyotda, avtobusda qiynalmasliklari uchun uchish yostiqchalarini ham beriladi. Bemalol xotirjam uxlab borib, uxlab kelishadi vatandoshlar. Juda ham chiroyli sharoitlar, juda ham chiroyli takliflar faqat sizlar uchun Centrum Holidays tomonidan taqdim etib qolinadi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Aytib o'tganimizdek 14-dekabr Namangan Jidda yo'nalishidagi reysimizga $895 dan joylar juda ham kam. 14 Toshkent Jidda yo'nalishida $945 dan, 13 Farg'ona Madina $945 dan, 14 Farg'ona Jidda $945 dan, 17 Farg'ona Madina, 18 Namangan Jidda $995 dan, 20 Farg'ona Madina, 20 Toshkent Madina, 22 Namangan Jidda $1045 dan, 24 Farg'ona Madina, 25 Namangan Jidda, 29 Namangan Jidda $1145 dan, 27 Farg'ona Madina $1195 dan. Aziz vatandoshlar, Xudo xolasa juda ham chiroyli narxlar, barchalari ulgurib qolishliklarini tavsiya qilamiz. Bizga O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, onlayn Telegram orqali Zagnam pasportlar tashlab berib, hisob raqamimizga bank orqali to'lovlarni amalga oshirib bersalaring bo'ladi. Va undan ham tashqari Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uyga tashrif buyurib, hisobchilarimizga to'lovlarni amalga oshirsalaringdan bo'ladi aziz vatandoshlar. Xudo xolasa bunaqa takliflar faqat bizning kanalimizda bo'ladi. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga, chegirmaning narxlarini kutayotganlarga, ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga videomizni jo'natib qo'yinglar. Bittadan like bosinglar, kommentariyaga yaxshi tilaklaringni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa biz orqali borgan ziyoratchilarimiz bizdan mamnun, bizdan xursand, bizdan rozi. Biz aynan mana shu narsa uchun harakat qilamiz. Sizlarni ham ota-onalaringni bizga ishonib topshiringlar. Biz mukammal umra qilib albatta qaytarib sizlarga olib kelamiz inshaalloh. Allohning fazli bilan yuzimiz yorug', ziyoratchilarimiz oldida bergan va'dalarimizni ustidan chiqyapmiz. Shu qatori sizlarni ham aynan mana shu
chiroyli sharoitda umra qilishlarini kutib qolamiz. Ekrandagi raqamlarda WhatsApp, Telegram yoki Primo aloqaga chiqinglar. Chiroyli ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'linglar.